Nima qilib, jiddaman. O'g'lingni papacha. Nima qilyapsan menga? O'g'lingni o'rmonga tushib ketmadi. Bedanani senga ham sotdimi? Ha, voy, o'g'lingni papacha. Dada, bu bizni o'ttasini poyezd o'tar ekan. Ha, o'tsa o'tar o'g'lim. Nimaga siqilasan? Yer davlatga xohlasa o'tkazadi-da. Endi nima qilamiz? Bog'ni sotamiz endi. Qaysi ahmoq bo'ladi? O'zi qishloqda ikkita ahmoq bo'lsa, bittasi Samit Elbak, ikkinchisi G'aniqchima. O'shalarga o'tkazamiz. Sani otangni Vali mashinnik deydilar. Yog' bedonani 20 mingga sotgan. Sen shu yoqda tur, men hozir kelaman. Vali mashinnik o'ch. $10,000 berib bana. Bitta bedanam uchun ey. Alo. Qanaqa 20 sotik? Xohlasam 50 sotik deb podarka qilib yoraman. O'zi shundaqa pul million suda million pulda bo'lib yotibdi. Kuchayib ketibdimi, deymi u? Ha. Menga qara. Undan 10 mingni so'rama. Yer berdiymiz, yer ko'pagan unga. Pullar yiddiga turib bo'lmaydi, tushundingmi? Keyin qilaman. Ikkalang. Bu yoqqa. Nana. Vali mashinnik kuchayib ketibsan, mana. Sen ikkalangdan bir pachkadan oldim hozir. Shu. Puling kerak emas bizga. Bo'yanka aytgan yerdan bersin bizga, katta yer ber bizga shu pulga. Ha, bo'ldi. Adirdagi bog'imni bilasan-a? Katta bog'mi? Ha. Ana shuni ikkalang bo'lib olaring, tushundingmi? Bo'ldi. Faqat yana 10 mingdan berasan, u yer qimmat yeri. 10 ming, bo'ldi, joning sog' bo'lsin, beramiz. Qachon olamiz vaqti? 3 kundan keyin borib ikkalang bo'lib olasan. Tushundingmi? Faqat menga pul tez kerak, bugun kerak. G'ozob kelamiz. Samit Elbak, g'ozob kelamiz biz. Bo'ldi. Sen mashinnik emassan. Sen mashin. Ket. Voy bo, mana olib kelik. Ekondiki. Hech to'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'zi aniq beryapsizmi? Tilga javob 3 kundan keyin bora olasizlar. Bo'ldi. Bo'ldi, ketdim. Aniqchima bag'z berib berlik. Ha, boshini o'g'rimayaptimi? Boya qattiq siymadimi? Ha. Ketdik. Vali mashinnik! Aytdim nima bog'da arzon belyapti deb. Aniqchima bog'imni poyezd o'tibmi? Samit Elbak, buyinkida bog' sinosga tushgan ekan. Shuncha arzon beribdi. Ertaga aytdim, boya kelgan $10,000 dedim. Bu